Assalomu alaykum. Bu mening YouTube'dagi birinchi videoyim. Meni ismim Otabek. Men bugun sizlarga ingliz tilini o'rganayotgan vaqtdagi top 5 ta qilinadigan xatolar haqida gaplashib o'tamiz. Va o'sha top 5 ta xatolarni qanday qilib to'g'rilash bo'yicha ma'lumotlarni berib o'taman. Inshaalloh videomiz foydali bo'ladi. Xo'p, agar tayyor bo'lsanglar, videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin menga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarni podpishkalar menda kelajakda yangi g'oyalarni, yangi ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimdagi qilgan xatolarimni yana ham ko'proq qilib video chiqarishga menga yordam bergan bo'ladi. Inshaalloh. Xo'p, obuna bo'lib videoga like bosgan bo'lsanglar, unda videoni boshladik. Unda birinchi maslahatga o'tadigan bo'lsak, to'g'riroq maslahat emas, xatoga o'tadigan bo'lsak, men o'zimning boshimdan kechirgan hamma ma'lumotlarni aytib o'taman, inshaalloh foydali bo'ladi. Ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimda men intizomga umuman rioya qilmaganman. Birinchi navbatda umuman menda intizom bo'lmagan. Ya'ni xohlagan vaqtim ingliz tilini o'rganaman, xohlagan vaqtim ingliz tilini o'rganmayman. Bu meni qarorim edi. Xohlasam, misol, o'rgangim kelgan vaqt o'rganardim-da, tushunyapsizlarmi? Bo'lmasa umuman absolyutni yo'q. Va men o'zimga ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimda komfort zona qilmagandim. Ya'ni komfort zona nima desam, atrofimda shunaqa ingliz tiliga boyitmaganman. Ya'ni har xil stikerlardan foydalanmaganman yoki har xil videolarni ko'rmaganman yoki ingliz tilidagi kinolarni ko'rmaganman. Umuman bunaqa ishlarni qilmaganman hayotim mobaynida. Va lekin shu narsani tushunib yetdimki, hayotimni top 360 gradusga o'zgartirib yuborgan narsa bu meni atrofimni shunaqangi zonaga to'ydirganim, ya'ni zona bilan qamrog'ani meni ingliz tilini o'rganishimga yana ham tezroq poddeshka bera olgan va yana ham miyam qabul qilishi tezroq bo'lgan. Xo'p, sizlarga maslahatim, ingliz tilini o'rganayotgan vaqtingizda atrofingizlarni xuddi shunaqa ingliz tili zonasiga tiqinglar. Kimni yaxshi ko'rasizlar? Ingliz aktyorni yaxshi ko'rasizlarmi? Yo biron bir kinoni yaxshi ko'rasizlarmi? Yo bir kinodagi qanaqadir bir chiroyli so'zlarni yaxshi ko'rib qolasizlarmi ingliz tilidagi? Hammasini olib xonangizga yopishtiringlar. Telefoningizlarni nastroykasini ingliz tilida qilib qo'yinglar. O'shanda ham inshaalloh foydali bo'ladi. Kompyuteringizda bor nimasi bo'lishidan qat'iy nazar, gapirayotgan vaqtingizda polni ingliz tilida gapiringlar. Xo'p, aytgandek, mana shu birinchi xatoni to'g'rilash kerak. Ikkinchi xatoga o'tamiz. Xo'p, ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimdagi meni ikkinchi xatoyim va eng katta xatolardan biri deb bilaman. Ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimda boshqa ishlarga chalg'ib ketganim. Ya'ni nima demoqchiman? Boshqa kasblarga chalg'ib ketganim. Misol uchun, trening qilib ko'rganman, mobilograf qilib ko'rganman, arxiv yasab ko'rganman, novvoyxonada ishlab ko'rganman. Lekin ko'nglimda baribir ingliz tili o'rganish tuyg'usi bo'lgan. O'shani hisobiga miyam meni chalg'ib qolgan. Yo ingliz tilini qil, yo ishni qil. Men o'sha vaqt to'xtaganman, yo Otabek, qara, hozir bu ishing vaqtinchalik. Da to'g'ri, halol mehnat, da kelajagi bordir seni nazaringda, da o'lmaydi, lekin seni maqsadlaring boshqacha edi. Seni maqsading, boshda qo'ygan maqsadlaring ota-onangni hajga borish, o'zing xohlagan toza ishda ishlash, o'zing xohlagan do'stlarni orttirish, dunyoni kezmoqchilik degan gaplarni men o'zimga yo'qtirganman. Va mana shu xatolarni qayta qilmaslikka harakat qilganman. Ya'ni ingliz tilini o'rganishim uchun o'sha vaqtgacha bo'lgan pulimni hammasini yiqqanman-da, ingliz tilini zonamga tiqqanman. Ya'ni ingliz tiliga to'lov qilganman, darslarni to'lovini qilganman, kurslarni to'lovini qilganman va ingliz tilini o'rganganman va o'shani hisobiga men yana ham tezroq ingliz tilini o'rganishga quntum paydo bo'lgan desam ham bo'ladi, adashmagan bo'laman. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, endi maslahatim hech qachon chalg'imang, boshqa ishga umuman chalg'imang. Tushunarli? Bu ikkinchi maslahatim. Bunda uchinchi maslahatga o'tamiz. Uchinchi maslahatimiz ingliz tilini o'rganyapsizmi? Tabiiyki bo'ladi bu narsa. Ya'ni atrofingizdagi odamlar sizdan so'rashni boshlaydi. O'zi ingliz tili kurslariga qatnashganingizga 2 oy yoki 3 oy bo'ladi. Atrofingizdagi odamlar sizda "Davay ingliz tilida gapir" deydi. Bu nima deydi? Bu nima deydi? Bu nima deydi? Bu nima deydi? Sizda har xil savollarga tiqib tashlaydiki, ular bilishmaydi sizda. Hali ingliz tili endi novichok bo'lsangiz, yangi o'rganuvchi bo'lsangiz hali bu
o'ylamaydiki, ular ingliz tilini xuddi rus tiliga o'xshatishadi. Ya'ni rus tiliga bilsangiz, bir 2-3 oy suhbatlansa qanaqadir so'zlarni biladiki, bular ham ingliz tilini xuddi shunaqa deb o'ylashadi. Ya'ni ingliz tilini bilishmaydiki, ingliz tilida ravon gapirish uchun grammatikasini bilish kerak, to'g'ri so'zlash uchun uni pronunciationlarini bilish kerak, uni to'g'ri talaffuz qilish kerak. Uni so'zlarini xato talaffuz qilib qo'ysangiz, bironta ingliz tilini bilgan odam ustidan polibom qilib yuboradi. O'shaning uchun atrofga umuman e'tibor bermang. Misol, hali ingliz tilini boshlaganingizga 6 oy bo'ldimi? 6 oy bo'ldimi? 6 oygacha haqqingiz bor. 1 yilga emas, 6 oygacha haqqingiz bor. Hech kimga hech qanaqa ma'lumot bermaslikka, manzga aytaman, hech kimga hech qanaqa ma'lumot bermaslikka haqqingiz bor. Chunki siz hali novichoksiz. Siz hali darajangiz u vaqtda elementary darajada bo'ladi. Hozir o'quv markazlarida har bir darajani 3 oy yoki 2 oyda o'rgatishadi. Ya'ni beginner elementaryni 3 oydan 2 oygacha bo'lgan vaqt ichida o'rgatishadi har bir oy uchun. O'shaning uchun sizning haqqingiz bor. To darajangiz pre-intermediate darajasiga chiqmagunicha bemalol gapirmaslikka haqqingiz bor. Bironta gapirsa, men hali novichokman, men hali siz aytayotgan so'zlarni bilmayman deb bemalol aytib olishingiz mumkin yuziga qarab. Xo'p, unda 3-maslahatim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, 4-siga o'tamiz. 4-maslahatim bu ota-onalarni iloji boricha harakat qilinglar, tushuntiringlar, o'qiyotganinglarni, natijanglarni ko'rsatinglar. Ya'ni ingliz tilini o'rganyapsizlarmi? O'rganayotgan vaqtinglarda dadangizni xursand qilib qo'ying yoki onangizni xursand qilib qo'ying. Dada, men bugun ingliz tilida mana bunaqa so'z o'rgandim. Yo bo'lmasa dada deb bir ikkita gaplaringizni ingliz tilidagi so'zlarni yengil hali beginner elementary darajadagi so'zlarni qilib ko'rsangiz, dadangiz yoki onangiz ko'ngillari ko'tariladi. Ha, bolamga qilgan mehnatim zoyi ketmayotgan ekan. Alhamdulillah, Allohga ming qadra shukr bo'lsin. Harakat qilyapti, bizning ertaga yuzimizni yorug' qiladi degan umidlar bo'lsin va sizning o'sha harakatingiz bo'lsin ham. Tushunyapsizmi? Keyin bu ota-onangiz bilan sana tushungandan keyin baribir polibom hayot doim bir xil ketmaydi. Hech qachon odamzod tirik ekan, hayotida qiyinchiliklar bo'lib turadi polibom. O'shaning uchun qanaqadir chalg'ib qolasizmi yoki ota-onangiz ish aytib qo'yadilarmi, ota-onangizga ayting bir og'iz. Dada yoki aya yoki dada aya birga bo'lishgan vaqtlari. Men ingliz tilini o'rganyapman, bilyapsizlar. Menga iltimos kuniga 4 soat vaqtinglarni ajratinglar. Ya'ni bilmoqchiman, ingliz tilini o'rganyapman, meni 4 soat umuman chalg'itmanglar. Men ingliz tilini o'rganmoqchiman. Men sizlarni ertaga hajga bormoqchiman. Men ko'zlagan maqsadlarimga yetmoqchiman. Shu narsani xohlasanglar, meni ertaga kelajagim yaxshi bo'lishini xohlasanglar, iltimos sizlardan menga 4 soat, kuniga 4 soat yoki 5 soat vaqtinglarni ajratinglar. Men uchun o'sha menga vaqt ajratib beringlar deb bir og'iz ayting. Polibom, любой ota-ona mayli, bolamning kelajagi uchun shuncha sabr qildik, inshaalloh buyog'iga ham sabr qilamiz deydilar. Men sizga yuz ko'zga aytib beraman, hech qaysi ota-ona farzandi uchun yomon narsani ravo ko'rmaydi. Xo'p, unda sizlarga 3-maslahatim foydali bo'lgan bo'lsa, 4-maslahatga o'taman. Ya'ni 4-maslahatim nimadan iborat? Ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimda men self study qilmaganman. Ya'ni faqatgina borardim o'quv markaziga 2 soatgina nasihatlashardim. 2 soatdan keyin shatalo, yallo, kompyuterxona, ko'chama-ko'cha, daydi, короче, bilasizlar-ki, endi o'g'il bolani do'sti ko'p bo'ladi, jo'rasi ko'p bo'ladi, qarindosh urug'i ko'p bo'ladi. Xohlasa to'yga ketadi, xohlasa o'qiladi, xohlasa o'qiladi. Menga maqsad bo'lmagan. Ya'ni hech kim menga shu gaplarni aytmagan. 5-maslahatga o'tadigan bo'lsak, 5-maslahatim, men ingliz tilini o'rganayotgan vaqtimda har xil o'quv markazlariga borganim. Ya'ni bitta ustozni qo'lini mahkam ushlamaganim. Ya'ni men ustoz qidirganman. Ingliz tilini qanaqa yaxshi ustoz o'rgatar ekan, qanaqa zo'r ustoz bor ekan deb ustoz qidirganman. Shu vaqtgacha 5 ga yaqin ustozlarni, 5 dan ortganda ustozlarni darslarga qatnashib ko'rganman. Har xil o'quv markazlariga borib ko'rganman. Meni birinchi tanlagan ustozim, qolgan ustozlar beradigan bilimlardan ortig'ini ham bera oladigan ustoz bo'lganini men kech anglaganman. Va o'shaning uchun oxirida borib o'sha ustozimdan polibom yana bilim olganman. Aytmoqchi bo'lganim, ustozni zo'rini tanlanglar, o'sha ustoz bilan dars ketinglar. Ustozinglarning duosini olinglar. Ustozinglarning duosini olsanglar, inshaalloh bergan bilimi ham o'tadi. Siz kutgan natijaga ham erishasiz.
Xo'p, unda bugungi videom shulardan iborat edi. Xo'p, menga obuna bo'lib qo'yib, kommentariyada izohlar qoldirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'rganda ko'rishguncha sizlar bilan tinchroq bo'ldi.